66 bab. Babur padişahının Kabulga qaytib kelgandan keyingi voqealar. Uning inisi Sultan Nasr Mirzaning o'limi va amirlar bilan Babur padişahının orasidagi orazliqlarning sabablarining bayoni. Xanzuchi nashrga asosan to'liqlandi Muharrirdan. Vaqtki Babur padişah Kabulga o'tib ketdi va inisi Sultan Nasr Mirza vafot bo'ldi. Əmirlər Babur padişah bilan qarşılaşdı. Bu vəqələr yuqorida bayan qilinib, padişah Qunduzdan Kabulga o'tib ketdi və inisi Sultan Nasr Mirza Kabulni bo'ysundurdi degan yerga yetgan edi. Tarixning Hijriya 920-yili. Hijriya 920-yili, milodiya 1514-1515-yillarga to'g'ri keladi. Bu vaqt Molla Muhammad Niyaz tarjimasining bu nusxasida yuqorqidek e'langan. Başqa nusxalarda 921-yili deyilgan. Bu miladiya 1515-1516 yillarga to'g'ri keldi. Bo'lgan edi. Sultan Nasr Mirza mayni ko'p ichiverganlikdan kasalga duchor bo'lib, oz muddatdan keyin boqiy olamga safar qildi. U holi tili bilan bu maqolni aytdi. Nazm: May xumaridan qachon kim ko'nglima yetsa alam, nush etay may ancha kim qilsin vujudimni adam. G'aznayn, G'azna, Nasr Mirzadan qoldi. Amirlar orasida shu darajada nizo va qarshiliklar paydo bo'ldiki, nayza shamsharga qo'l sunishgacha berib yetdi. Podshohning mulozimatida qolgan Mo'g'ul amirlari hammasi yog'i dushman bo'ldi. Masalan, Mir Sharim podshohning tog'isi edi. Molla Muhammad Niyaz tarjimasining bu qo'lyozmasida yuqorqidek e'langan. Farscha 1-2 nusxalarda va Tehron nashrida Tog'ayi Validai podshoh bud, podshohning onasining tog'isi deyilgan. Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasida mu podshohning onasining tog'isi edi deyilgan. Va hamma umrini podshohning xizmatida o'tkazgan edi. Uning inisi Mir Mazinjaka, Qulnazar, Çağataylar əmirləri və Tacik əmirlərdən bir neçə əmir, Mevlana, Baba Bəşəğəri, həm də onun qeyrindishi Baba Şeyh qatarlıqlar. Mevlana Baba Bəşəğəri Səmərqandның Başağər qələsindən idi. Padişah onunğa şu qədər mərhəmət qılğan idi ki, padişah Mavara'u nəhrini işğal qılğan çağda Səmərqand, Örütöpə və Köhistan hökumətini Mevlana Baba Bəşəğəriga inam qılğan idi. Yana ahvoli yuqorida zikr qilingan Mir Ahmad Qosim va uning inisi Kattabek. Bularning biri Toshkentga hokimi, yana biri Sayram hokimi edi va Maqsud Ali Go'rgi. Maqsud Ali Go'rgi Xanzucha nashrida Maqsud kerak deyilgan Muharrirdan. Sultan Ali. Boshqa nusxalarda Sultan Quli deyilgan. Cho'naq va boshqalar. Bular hammasi mötəvər əmirlər və işenç qılınğan sərdarlar olub, ularning mingi pərdləri içində şeytan o'rnashdi. Sağlam aqli o'rniga pəs və nachar təbiətning mahsulu bo'lgan takabburluq, mag'rurluq, yomonlik yerlashdi. Shunga ular isyon və to'plan qilish yo'lini tutib, Mir Ayubdan qolgan tavqi la'nat halqasini bo'yinlariga soldi. Qisqasi bu əmirlər podshohdan yuz o'rib, bir necha navbat urush va parakandichiliklar bo'ldi. Oxir ular bilan podshohning orasida urush yuz berdi. Ikki saf lashkari uchrashadigan chaqda Amir Qasim Qovchinning o'g'li Amir Qul Qanbar Ali Qunduzdan nurg'un jangvar lashkar bilan yetib keldi. Shunda qilib yog'i bo'lganlar yengildi. Haqiqat egiladi, sunmaydi, nohaqlik egilmaydi, sunudi degan maqoldaklar bo'ldi. Demek o yağılarının bazıları tutqun bulup cazalarını tattı. Bazıları şərməndilik və xaruzarlıq bilan qaçıb Qashqarga keldi. Şulardan biri Mir Sharim bulup, Xan Mansur Xan bilan birinci qitim uçraşqandan keyin u bala chaqilari bilan xonning huzuriga kelib, xijolatchilik və azoblanish ichida yurdi. Mir Mazid bo'lsa, maishat jihatda qisilganlikdan o'lja g'animat umidida Tibetga bordi va u yerda beshiga tosh tegib o'ldi. Mir Sharim xijolatchilik tufaylidan xonning huzurida turolmay, yana podshohning oldiga yenib bordi. Lekin podshoh muruvvatlik va go'zal axloqliq
Болғашқа, оның налайық işlərə ғəzəb көзlərini yumub, ilgiriki ko'rsatgan xizmatlarının haqqı üçün onunğa şəfqət və inayət nəzərlərini selib, izzət və ikram bilan ko'rishdi. Nazm. Əyki dərman dərləri pənahisən, jurum elninki özra hayisən. O Mirşərəmmo aşı kunlarda baqi olamga safar qildi. Padişah Kabulda o'rlashgandan keyin Qandaharga yurish qildi. Qandahar yuqorida zikr qilib o'tilganidek Zunun Arg'unning o'g'li Shohibekning qo'lida edi. Qandahar muhasara qilindi. Shohibek oxir Qandahardan qochib Suvi tarafga berib Tatta. Bu ism Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorida kelingan. Parischa birinchi nusxasida va Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasida Tabda deyilgan. Parischa ikkinchi nusxa Tabda deyilgan. Toshkent Ruscha nashrida Tatu ilingan. Ucha va Bakarani oldi. Uning ahvoli o'z navbatida bayon qiling'usi. Podshoh Qandahardan Hindistonga qarab yurish qildi. U yerda necha qitim urush va talashlarni qilib yondi. U vaqtida Iskandar sultonning o'g'li İbrahim sulton Hindistonga podshoh edi. Podshoh oxir Panipat degan yerda uningga qarshi saf tuzdi. İbrahim sultonning lashkari birlik 100 mingdan ortiqroq edi. Podshoh 10 ming lashkar bilan İbrahim sultonni yengdi. Bu g'alaba podshoh lashkarlarining qo'liga shu qadar ko'p xazinalar tushdiki, Rumdan toki Xitoygacha bo'lgan butkul olam u G'aznidan bahramand bo'ldi. Bu nafis oltin to'qilmalar Xitoyning zarlik atlaslari Chin mamlakatidami kam teplatdi. Bular Hindistonda ulug'-ulug'lari bilan podshoh lashkarlarining qo'liga tushdi. Buning tafsiloti pat yaqinda bayon qiling'usi. 67-bob. Qirg'izlarning va Mo'g'ulistonning tizginlanganligi. Rashid sultonning dastlabki saltanati va uning Mo'g'ulistonga o'rlashganligining bayoni. Tarixning Hijriya 928-yili. Hijriya 928-yili, milodiya 1521-1522-yillarga to'g'ri keldi. Bo'lgan edi. Xon qirg'izlarni to'liq tizginlash uchun Mo'g'ulistonga lashkar avatish rejasini tuzdi. Bu ishning bir necha sababi bor edi. Birinchi sabab shuki, yuqorida bayon qilib o'tilganidek, tarixning Hijriya 923-yili. Hijriya 923-yili, milodiya 1517-yilga to'g'ri keldi. Muhammad Qirg'iz tutqun qilindi. Buning sababi u Ko'chim xonning o'g'li Abaydullah xonni urushda qo'lga tushirib, yana qo'yib berib xonga nomaqul o'zrilar aytib kishi avatgan edi. Xon shu sababdan uni tutgan edi. 5 yildan beri u qamoqda edi. Shunga Qirg'iz toifasi batsiz qilib Turkiston, Sayram, Andijon va Oqsi viloyatlariga berib, musulmonlarni bulang-talang qilib, oldi to'plan salmoqda edi. Gerçi bu yerlar Shaybonilarga Tava, Shaybonilar xonning koni dushmani bo'lsa-mu, lekin xon go'zal axloqliq va dinparvar bo'lganlikdan qirg'izlarning bu ishlarga darg'azab bo'lib, musulmonlarning beshidan bu balo qazoni yo'qitib, bu olamda yaxshi otaq, oxiratda savob darajalarini hosil qilmoqchi bo'ldi. Yana bir sabab shuki, ko'rsatgan xizmatlari, jon pidoliqlari va shijoatligi yuqorida bayon qilib o'tilgan Hoji Ali Bahodir o'zining tug'ma tabiati tufaylidan Mo'g'ulistonga bekmi moyil edi. U hamisha shahardan nafratlanib, Mo'g'ulistonning cho'l va sahrolarga intizor bo'lib yuradi. Xonning inisi Halil sultonning o'g'li Baba sultonni Hoji Ali Bahodir parvish qilib tarbiyalab kelyotdi. U xonga iltimos qilib, Tangriga tashakkur ki, Moğol ulusunun çarvı malları dövlətinizin bərketidən köpəyib şu dərəcəyə yetdi ki, Qashqar məmləkətinin yaylaqları onunğa tarlıq qılıvatıdım. Xalayıq yaylaq talışıb cidal macra qılıvatıdım. Əgər yarlıq verilsə, peqir bəndiniz Baba Sultanını elib Moğolistan'a bassam. Bütkül Moğolistan'ı tizginləb Qırğızlarının işini sərəmcanlaşdırsam, xalayıq yaylaq tanqıslıqıdan qutulatdı. Musulmonlar Qirg'izlarning obididan aram topatdi deb arzini tugatdi. Hoji Ali Bahodirning arzi xonning rayiga muvofiq tushdi. Xon bu haqdagi maslahatni barliq amirlarning orasiga soldi. Amirlarmi so'z va muddao jihatda Hoji Ali Bahodirning maslahatini birdek muvofiq ko'rdi. Lekin tog'am, Tangri uningga rahmat qilg'ay.
oradan qo'pib mundaq arz qildi. Ey oliy shavkatli xon, yuksak martabalik sulton, bu aslida muvofiq maslahat bo'lsa-mu, lekin u yerga Baba sultonni avatish muvofiq emas. Chunki aslida Mo'g'ul ulusining Mo'g'ulistonga bakmi mayli bor. Moğoliston tizginligidan keyin barliq Moğollar Moğolistonga berishga taqozo bo'ladi. Baba Sultan Moğolistonga borsa, Moğollarni Moğolistonga berishdan to'saq. Baba Sultanning ko'ngli og'riydi. Agar ularni to'smasak, hamma Moğol Moğolistonga ketib qoladi. Bu sababdan oraga so'g'uqchilik va ko'ngilda kir-g'ubar paydo bo'lmay qolmaydi. Lekin Rashid Sultanni Moğolistonga avatsangiz, hech qanday ahvol yuz bermaydi. Chunki Rashid Sultan sizning o'g'lingizdir. U qancha kuchaygan taqdirdami sizga eg'ir kelmaydi. Agar Mo'g'ullarning Mo'g'ulistonga berishini cheklasangiz, Rashid Sultan eg'ir olmaydi. Eg'ir olgan taqdirdami hech vaqas yo'q. Chunki u o'z farzandingizdir. Tağam shundaq deb hamma amirlarning rayiga qarshi chiqib, Rashid Sultanning ishlarining ravoji uchun bu arzni xonga ma'lum qildi. Bu masala texi bir yerga qaror topmay turayotgan edi. Hoji Ali Bahodir sharobni to'la ichganlikdan butkul Temur va paylari kuyib vafot bo'ldi. Shu sabablar bilan Mo'g'ulistonning hukmronligini Rashid Sultonga topshirish qaror qilindi. Halbuki shu kunlarda Piqirning Sayyidilar Sayyidi Xondivozada Xavandazzoda Muhammad Arhoqning qizidan bo'lgan singlim Baba Sultonga nikohlab berilgan edi. Lekin tağam kuchlik davlatparvarligi tufaylidan o'z kuyug'lining tarpini olmay, bu muhim vazifani Rashid Sultonga muqarrar qildi. Bu sababdan Baba Sultonning tağamdan ko'ngli noyda og'ridi. Tağam uning ko'ngli og'rig'iniga qarmay, Rashid Sultonning ravoji uchun ana shunday chora tadbirlar bilan Rashid Sultonni shu darajaga yetkazdi-ki, uning tafsiloti pat-pursatda zikr qilingusidir. Söz bu yerga yetdi. Əmdi gap sözlərinin yoşurun və çalı qalmaslığı üçün Moğolistanın əhvalini təfsili yigərək bayan qilish lazım oldu. Çünki Moğolistanın sübətləri və alaylıqları heç bir kitabda yox. Faqat anca-munca təxmini bayanlarını keltiribla qoyğan bolsa kerak. Bəzi tarix kitablarında Moğolistanın bəzi şəhərlərinin etibar, hekimlər və alimlər, süvari aqalım, cahan iqlimlərinin orulları və Təfrifi Buldan, şəhərlərinin tərifləri namlıq kitablarda qısqaca bayan qılınıbdı. Amma ular Moğolistanın əhvalından toluq xəbərsiz bolsa kerak. Ular öz düşüncələrində həqiqətiga yetib bar yazğanlarının hammasını Piqir təfsili bayan qılıb ötəmən. 68-ci bab. Divanның başqurçusu, Cahanның yeganisi Hazreti Hacı Alaeddin Muhammad Əddəəddül Mülk Cüveyni Moğolistanның təriflərini tarixi Cahan Guşayda mundaq bayan qılğan ekan. Öz əyni boyunca bayan qılındı. Tarixi Cahan Guşay, Cahanni boysundurğucuning tarixida shundaq bayan qılınıbdı ki, Tatarның turğan, çoğ bolğan və tug'ilgan yeri tarixchilik qilinmaydigan yer edi. Xuddi bunu oyatda aytilgandek, ey Parvardigorimiz, avlodimning bir qismi balam İsmail bilan ayolim Hajarni namoz o'qisin, sana ibodat qilsin deb sening hurmatli uyingning qishidagi ekinsiz bir vodi, ya'ni Makkaga o'rlashtirdim. Parvardigorimiz, bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgin, ularni shukr qilsin deb turli meyvelarni ularga rizq qilib bergin. Qur'on Karim 14-sura İbrahim 37-oyat. O yerning uzunluğu, to'g'risi kengligi va cho'g'risi, aylanmasi 7-8 oylik yo'ldir. Sharq tarafi Xitoy viloyatiga tutishadi, g'arb tarafi Uyg'ur viloyatidir. Shimol tarafi Qaraqurum. Bu ism Farscha birinchi nusxada va Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasida Qaraqir, Farscha ikkinchi nusxada va Toshkent ruscha nashrida Qaraqiz deyilgan. Molla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorqida kelingan. Ve Salingay. Salingay yana Salanga, Selinga debmi ataladi. Qanqir teg'ining shimoldan boshlanib, Bayqal ko'liga quyilgan Mong'oliyadagi eng cho'ng daryo Muharrirdan. G'aq tutash, janub tarafi Tangut,
Tang'ut, Tangut depmi atıldı. Hazırkı Çinxay Şizang rayonunu görüstüdü. Muharrirden. Qut tutaştır. Bu dört taraf chegara tarixiy jahon go'shayda yezilgan bo'lib, hozirgi zamonda bulardan Xitoy aniq va ma'lumotliq. Uyg'ur viloyatining qaysi tarafda ekanligi va qaysi yer ekanligi hozirgi kunda ma'lum emas. Uni hech kishi bilmaydi. Qaraqurum va Selingaymi hozir noma'lum. Qaraqurum va Selingay otliq yerdan hozir hech nom nishon ma'lum emas. Tangutning eti Moğol tarixlarida ko'p zikr qilingan bo'lib, Chingizxon dastlabki ishg'oliyat yurishlarida Tangutga lashkar tortib beribdi. Oktay, O'gaday Xaqonmi mamlakatlarni ishg'ol qilish uchun necha yerlarga kishavatgan. Shu yerlarning biri Tangutdir. Tarix kitoblarining mazmunidan ma'lumki, Tangut ulug' viloyat bo'lib, shu zamonda u viloyatning Shidarqu otliq podshohi bo'lgan ekan. Köp oralarda bayan qilinishicha Shidarquning 800 ming lashkari bor ekan. U ulug' Xaqonga, ya'ni Chingizxonga elchivatib, "Butkul tavallarim, hayvat hashamitim va lashkarlarim bilan berib Chingizxon bilan qo'shilaman" deb qaror qildi. Ammo bir oylik muhlat so'rabdi. Bu vaqtlarda Chingizxon og'riq edi. Shunga u farzandlariga va amirlariga vasiyat qilib, "Bu kunlarda men o'lib ketib qolsam, Shidarqu kelsa, uni sizlar tutib olguncha mening o'limimni maxfiy tutinglar" deb tapaladi. Chingizxon vafot bo'ldi. Shidarqu 800 ming lashkari bilan kelib Chingizxonning lashkariga qo'shildi. Ondan Shidarquni lashkarlari bilan parakanda qildi. Bu naql Majmuut Tavarixdan ilingandir. Ammo bu zamonda Tangutning qayerda, qaysi joyda ekanligi ma'lum emas edi. Mo'g'ulistonda nechilagan shaharlar bo'lgan ekan. Ularning otlari mo'tabar kitoblarda zikr qilingan. U shaharlar to'la ta'riflangan. Shular jumlasidan biri Balasaqun shahri. Balasaqun shahri Balasaqun deb ataladi. Hozirgi Qirg'izistondagi To'qmoq shahrining sharqidagi Chu daryosining janubiga to'g'ri keldi. Muharrirdan. Suvarul aqalim. İqlimlarning o'rinlari nomli kitobda Qora Xitoy shaharlaridan Xonbaliq shahri bayon qilinibdi va boshqa shaharlarning etini atamabdi. Mo'tabar tarix kitoblarida keltirilishicha, Balasaqun Afrasiyab Turk tarafidan bino qilingan shaharlardan biri bo'lib, noyati katta qilib qurilgan deyiladi. Majmuut Tavarixda shundoq naql qilinadiki, Balasaqun toki Qora Xitoy zamonigacha Afrasiyab naslining qo'lida edi. Gurxon Qora Xitoy Balasaqunni Afrasiyabning avlodlaridan bo'lgan Ilikxondan oldi va uni poytaxt qildi. Balasaqun toki 95 yilgacha Qora Xitoyning poytaxti bo'ldi. Ceyhun daryosining bu tarbidagi barliq sharq mamlakatlarining bosh xarajlari Balasaqunga keladi. Mo'g'ullar Balasaqunni Qorabaliq deydi. Surah lug'atining tuzguvchisi Mulhaqatus Surah. Surah lug'atiga to'liqlama nomli asarda otam Balasaqunning fozil olimlaridan edi deb aytgan. Mulhaqatus Surahda har bir shahardagi fozillarni eskartib o'tgan. Samarqandda ondan azroq fozillarni sanab o'tgan. Ammo Balasaqunda shuncha ko'p katta zotlar va fozillarni bayon qilganki, bir shaharda bir davrda shuncha bola ko'p fozilning bo'lganligini aql qabul qilmay qoladi. Ammo hozirgi zamonda Balasaqundan hech yerda nom nishon yo'q. Tarixiy Majmuul Ansab barliq nasiblarning tarixi nomli kitobda Balasaqunni Mo'g'ullar Olmaliq deydi deyilgan. Bu bir jumla tarixiy Rashidining boshqa nusxalarida uchramadi. Bu jumladagi atal Olmaliq so'zi keyingi jumladagi mazmun e'tibor bilan Qorabaliq bo'lish kerak edi. Ko'chirguchining savaligi bilan Olmaliq degan so'zga almashib qolgan bo'lsa kerak deyilgan. Ammo Qorabaliq otliq joyning borligi hech yerda bilinmadi. Kitoblarda eskartilgan shaharlardan yana biri Tiraz. Tiraz hozirgi Qozog'iston tavasiga Jumbul tavasida muharrirdir. Mo'g'ullar Tirazni Yangi deydi deb naql keltirilgan. Mo'g'ulistonda Yangi otliq yer bor. Yangi xalqi Mavarau nahrida noit ko'p. Ularni Yangaliq deyishidi.
Әмма яңы деп аталған bu bayavanda neçiligen şəhərlərinin iznalları saqlanğan болып, o yerdə gümbəz, munar, xanaqah, mədrəsələrinin iznalları, belgiləri var. Biroq o koni şəhərlər arasında яңы degan şəhərnin qaysi ekanligi və qalğan şəhərlərinin etining nima ekanligi ma'lum emas. Yana məşhur şəhərlərdən biri Olmaliq. Olmaliq Çağatay xon və onun avlodlari paytaxt qilgan joy. O'rni hozirgi Qo'rg'os nahiyasining g'arbiga to'g'ri keldi. Muharrirdan. Bo'lib, hozirgi kundimi uning o'rni aniq. Tug'luq Temirxonning qabrisi shu yerda. O yerda ajoyib bir shaharning iznasi bor. Tug'luq Temirxonning gumbizi noiti egiz yasalgan bo'lib, ko'p hunarlarda ishlatilgan. Boshdan oyoqcha kohishlangan va kitobalar putilgan bo'lib, bir misrasi esimda qoldi. Misra. In yadigar safati ustad Sherbaf. Bu misra Molla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorqida kelgan. Parischa 1-2 nusxalarda va Tehron nashrida In bargah sanati ustad Sherbaf. Bu imorat to'qimachi ustozning hunari deyilgan. Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasida In bargah safati Sherbaf deyilgan. Bu mazmundan ma'lum bo'ladi ki, bu she'rni yozgan ustoz Iroq ziminidan bo'lsa kerak. Chunki Iroq ziminida to'qimachi Babkarni Sherbaf deydi. Esimga kelishicha, u imoratning tarixini 760dan. Bu tarix Molla Muhammad Niyozning tarjimasida va Parischa 1-2 nusxalarda yuqorqida kelingan. Toshkent ruscha nashrida shundaq e'longan. Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasida 761 deyilgan. Hijriya 760-yili, milodiya 1358-1359 yillarga to'g'ri keldi. Bir nima ziyoda qilib yozilgan. Mo'g'ulistonda shaharlar noyit ko'p. Ba'zi imoratlar noyit katta va mustahkam ekan. Uningda nishonalar saqlanibdi. Ba'zi yerlari o'z beti turibdi. Ba'zilari buzilib ketibdi. Chu Bu isim Molla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorqida kelingan. Parischa 1-nusxasida Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasida va Toshkent ruscha nashrida Jud e'longan. Parischa 2-nusxada Chud deyilgan. Chu degan bir o'rindagi bir yerda bir katta shaharning harobasi bor. Bir qancha yerda munarlar, gumbarlar va madrasalar turibdi. U shaharning etini hech kishi bilmaganligi uchun Mo'g'ullar uni Munara deb atabdi. Yana u yerda bir gumbaz bilan toshdan yasalgan bir lavha bor. U lavhaga nasih xati bilan mundaq so'zlarni o'yibdi. Bu ulug' imom haqiqat va kamolat aklining peshvosi, aqllarning va yiqimliq naqlchilarning yetakchisi, asosiy va tarmoq ilmlarning boshchisi Imom Muhammad Faqih Balla Saquniyning maqbarasidir. Bu kishi 711-yili. Hijriya 711-yili, milodiya 1311-1312 yillarga to'g'ri keldi. Vafot bo'lgan. Putukchi Umar Hojat Haddad To'mirchi. Shu degan yer Mo'g'uliston tavasi ichida bo'lib, uzunligi 1 oylik yo'l. Uning ichida buningga o'xshash shaharlar noyidi ko'p. Yana Mo'g'ulistonda Yumg'an Xansuchi nashrida Yumg'al deyilgan. U hozirgi Qirg'izistondagi Norin daryosi vodisidagi bir shahar bo'lsa kerak. Muharrirdan. Otliq mashhur yer bor. U yerda bir gumbar bor. Uning yerimi vayron bo'libdi. Bu gumbazning kitobasida Shoh Jalil. Bu ism Molla Muhammad Niyoz tarjimasining bu qo'lyozma nusxasida yo'q. Parischa 1-2 nusxalarda va Toshkent ruscha nashrida yuqorqida kelingan. Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasida Halil deyilgan. Ibn Qusum Ibn Abbas. Abbas o'g'li Qusamning farzandi Shoh Jalil degan so'zlarlar saqlanib qoldi. Qolgan qismi vayron bo'ldi. Bu gumbaz shu kishining maqbarasimi yoki bu so'zlar boshqa munosabat bilan yozilganmi, buni bilgil bo'lmaydi. Tangri eng yaxshi bilguchidir. Butkul Mo'g'uliston ichida ashuningga o'xshash xaroba izlari va belgilari noyit ko'p, lekin bu shaharlardan hech qaysining eti ma'lum emas.
Miftahning muallifi Mevlana Sakkakining qabrisi katta gumbaz bo'lib, qo'l. Hozirgi issiq ko'lni ko'rsatadigan bo'lsa kerak muharrirdan. Ning oyog'idan chiqib keladigan Teka daryosi. Issiq ko'lning sharqidan boshlanib sharqqa qarab oqadigan Tekas daryosi bo'lsa kerak muharrirdan. Ning dibiga joylashgan. U yerda ashu gumbazdan boshqa hech narsaning iznasi yo'q. U yer asli shahar edi. Shahar vayron bo'lib, gumbazdan boshqa narsadan asar qolmaganmi yoki Chag'atayxon Mavlana Sakkakini u yerda o'ldirib, qabrisi ustiga bu imoratni soldirganmi? Alloh o'zi biladi. Mavlana Sakkakining hikoyasi tarix kitoblarida zikr qilingan. Moğoliston chegarasi ichida qadimiy tarix kitoblarida zikr qilingan narsalarning mushundan boshqa hech narsaning izlari yo'q. Chunki u vaqtdagi joylarning etini hozir hech kishi bilmaydi. Hozir Moğoliston deb atilib bu yerning uzunligimi, to'g'risi kengligimi 7-8 oylik yo'ldir. Uning sharq tarafi qalmoq zamini bilan tutash bo'lib, u tarafni Bariskul. Bariskul hozirgi Qumul viloyatining Barkul noyisi tavasi muharrirdan. Amil hozirgi Şinjandan boshlanib Qozog'istondagi Oq ko'lga qo'yiladigan Amil daryosi muharrirdan va Ertish Altay tog'ining janubidan shimolga eqib Sibiriya orqali shimoliy muz okeanga qo'yildi muharrirdan deb ataydi. Shimol tarafi Ko'kchi dengiz, Bumlish va Qaratal sharqiy shimol tarafdan Balqish ko'liga qo'yilgan bir daryo muharrirdan tutishadi. G'arb tarafi Toshkent va Turkistondir. Janub tarafi Farg'ona viloyati, Qashqar, Oqsuv, Chalish va Turponga tutishadi. Bu to'rt taraf chegaradan faqat janubiy chegaradagi yerlarni ko'rdim. Toshkentdan Andijongacha 10 kunlik yo'l, Andijondan Oqsuvgacha 15 kunlik yo'l, Oqsuvdan Chalishgacha 20 kunlik yo'l, Chalishdan Turpongacha 10 kunlik yo'l, Turpondan Bariskulgacha 15 kunlik yo'ldir. Bariskul Mo'g'ulistonning kunchiqish tarafidadir. Uning janub tarafidagi chegarasi O'ttirhal minishda 3 oylik yo'l bo'lib, 90 manzil bo'ladi. Qolgan 3 taraf chegarasini piqir ko'rmadim. Ko'rgan xalqlarning bayonlaridan ma'lum bo'lishicha, u 3 taraf chegaraning har biri bu janub taraf chegaradan uzun o'xshaydi. Bu hamma zamin 7-8 oylik yo'ldir. Uning tog' va sahrolarning ko'pinchisi noiti pokiz va xush havoliq. Piqir uning go'zalligi va yaxshiliklari haqida har qancha o'ylagan bo'lsam-mu, uni sharhlashga so'z yetishmadi. Uning tog' va sahrolardagi gullar haddu hisobdan tashqari bo'lib, u gullarning etini hech kim bilmaydi. Bu gullar Mo'g'ulistondan boshqa yerlarda yo'q. Uning mutlaq ko'p qism joylarining yoz faslidagi havosi to'liq mo'tadil. Shunga har bir qat ko'nglakning ustiga yana kiyim kiyish xo'sh yoqmaydi. Ammo ba'zi joylarning sovuq mo'tadilik chekidan halqagan darajada kuchli. Mo'g'ulistonda Jayhundek ulug' daryolar ko'p. Masalan, Ili, Amil, Ertish, Cho'plak va Norin qatorliqlar. Bu daryolarning Jayhun daryolarining kam yer yo'qdir. U daryolarning ko'pinchisi Ko'kchi dengiziga qo'yiladi. Ko'kchi dengiz Mo'g'uliston bilan O'zbekiston orasida fasil bo'lib turayotgan bir ko'l. U ko'lning uzunligi 8 oylik yo'l. To'g'risi, kengligi ba'zi yerlarning qiyosan 30 farsangdir. Farsahmu deyildi. Uzunlik o'lcham birligi. Bir farsang 6,124 kilometrga to'g'ri keldi. Qish kelganda Ko'kchi dengizda muz tutadi. O'zbeklar muz ustidan tezlik bilan yurib 2 kecha kunduzda Mo'g'ulistonga o'tadi. Zimiston oxirlashay deganda yana ashundoq surat bilan yurib O'zbekistonga ketadi. Ammo zimistonning oxirida o'tish xatarlik. Chunki ba'zida muz sunib 100-200 o'yli kishi muz ostiga tushib ketadi. Ko'kchi dengizining suvi tatliq. Shunchalar daryolar Ko'kchi dengizida quyiladi. Hech yerga oyig'i chiqmaydi. Oyig'i chiqadigani bu ko'lga quyilgan nechilagan daryolardan faqat birining suyichiliklar bo'lib, O'zbekistonga chiqadi. Uni Etil deb ataydi. Etil hozirgi Rossiyaning Yevropa qismidagi daryo. Valday egizligidan boshlanib Kaspiy dengiziga quyiladi. Muharrirdan deb ataydi. Uning suyi Qulzum Yevropa, Osiyo quruqligidagi Kaspiy dengizida bo'lsa kerak muharrirdan. Quyiladi.
Moğolistanның ajoyib batlaridan yana biri Issiqko'l. Issiqko'l hozirgi Qirg'iziston tavasidagi Tangritog' orasidagi ko'l Muharrirdan bo'lib, Ko'kcha dengiziga quyilgan sularning miqdoricha suv Issiqko'lga quyiladi. Bu Issiqko'lning doirasi 20 kunlik yo'ldir. Issiqko'lning suyining hech yerga oyig'i chiqmaydi, chunki uning to'rt atrofi tog'dir. Issiqko'lga kirayotgan mushunchvala sularning hammasi tatliq va lazzatli suv bo'lsa-mu, ko'lga kirish bilanla shu darajada ochiq bo'ladi-ki, uningda mutlaq tahorat olg'il bo'lmaydi. Agar uningdan ko'zga yoki og'izga biror tomchi kirib ketsa, ichishtirdi. Lekin u suv nihoyat saf va pokiz bo'lib, uni china yoki kossaga olsa, uning aslo dug'i ko'rinmaydi. Uning atrofida nihoyat go'zal va yiqimli dal-daraxtlar, gül çiçekleri bek köp. İntayin xush havaliq tağ ve sahralarda kiyikler, rengarenk kuşlar ve her xil canvarlar tola. Moğoliston içinde onun bek xush hava joy kam. Lekin tarixning Hijriya 916 yili. Hijriya 916 yili, miladiya 1510-1511 yillarga to'g'ri keldi. Din bu yan Qirg'izlarning ziyon zahmati tufaylidan hech bir Moğol Moğolistonda turolmadi. Yuqorida bayon qilib o'tilganidek, tarixning Hijriya 928 yili. Hijriya 928 yili, miladiya 1521-1522 yillarga to'g'ri keladi. Bo'lganda xonning oliy herismanligi va himmati Moğolistonni tizginlashga ishlatildi. Tövəndə təfsilatı zikr qılınğısıdır. 69. bab. Asli hikoyatning davomi. Bilmek kerak ki, xonning yuksak himmati va oliy herismanligi doim ikkili saodatmand ko'zlarining u dunyolik oliy darajalari bilan yo'riq va bu olamlik yuksak martabalar bilan ro'shan bo'lishni maqsad qiladi. Har qanday kishida yüksek tuğma tabiat ve mübarek irsi kabiliyet bolsa, bu iki devletinin biri bilanla qanatlanıp kalmaydı. Her kişi bu dünyada yaxşı nam kaldırış için tirishsa, onun şarabeti bilan u alemnin yuqori derecesini közleydi. Bu iki devlet bütkül halayiqni adalet bilan aram tapquzish, to'polon ve bala qazalarni g'azab ve siyaset bilan tartibga kirgizish orqali muyassar bo'lg'usi. Bu muqaddimadan maqsad shuki, adolat yo'sinida ularga kepil bo'lish xonning zimmasida bo'lgan bu xaloyiqning mol chorvalarining soni shu darajaga yetdiki, Qashqarning tog' va yayloqlari torliq qildi. Shunga xaloyiqning farovonligi uchun xonning ko'ngliga Mo'g'ulistonni tizginlash savasi tushdi. Yana qirg'izlarning mutlaq ko'p qismi iymon arkanlaridan uzoqda va diyonat amallarining sirtidadir. Turkiston, Şaş ve Fergana etrafındaki Müslümanlar ularning bulan talangları tüpeyledin perişan ve parakendeydi. Gerçi o vilayetler Özbek Şeybanilar təvəllikide bolup, xan bilen Özbek Şeyban konu düşman bolsumu, amma xanның hissiyatı da İslamni himoya qilish ve Müslümanlarga mehri şefqat qilish tuyg'usi kuchlik bo'lganlikdan Qirg'izlarning u Müslümanlarga azar ve külfet yetkizganligi xonga bek ig'ir keladi. Xan hamisha hech bir musulmonga ziyon, hech bir kuparga foyda yetmasa, balki musulmonlar manfaatlansa, kuparlar dabiiy qilinsa deb orzu qiladi. Bu olamning yaxshi nomi va oxiratning tayyorligini mushu ikki ishdan umid qiladi. Alloh yaxshi ajr bergay. Nazm. İlahaki bu jihonga qilg'il ata, inoyatu al-tafi bi-ittayha. Ki adli bila alem abad erur, halayiq eminu dili şad erur. Anın cümle cürmeni berbat kıl, hemme hayır amalin abad kıl. Aziz eyledin çün bu dünya ara, aziz et ani dağı uqba ara. Mirza Ali Tağay, Hacı Ali Bahadır ve başka köp sallık emirler Baba Sultan tarafta turup Qirg'izlarning ve Moğolistanning muhim vazifasini Baba Sultan'a taalluq bo'lishi uchun savobgarlik qiladi. Chunki Baba Sultanning otasi Halil Sultan Qirg'izlarni idora qilgan edi. Shunga ular bu ishga Baba Sultan eng haqliq va munosib deyishadi.
Faqat yolg'iz tog'amla Rashid Sulton tarafdori bo'lib, xonning o'g'li bo'lgan Rashid Sultonni bu muhim vazifaga ega bo'lishni uningga muqarrarlashtirdi va uning ishlarining ro'naq tepishi uchun nurg'un tirishchanlik va savobgarliklarni ko'rsatdi. Go'yoki Misra Baloyi rost qildim men o'zimga degan mazmun shu bo'ldiki, yomonlik o'ylaganlar aziz va atvorliq bo'lib, davlatni o'ylaganlar qadrsiz va xaruzor bo'ldi. Qisqasi tarixning Hijriya 928-yili Hazreti Xon Rashid Sultonni turli shohona iltifotlar, har xil jahondorlik aslahalari bilan izzat ikramlarga ega qildi. Mirza Ali tog'ayni ulus begilik mansibiga tayinladi. Muhammad Qirg'izni qirg'izlarning amiri qilib belgiladi va qamoqdan chiqarib Rashid Sultonga qo'shdi. Moğollarning har bir guruhidan itibarlıq əmirlər və Rüstem süpət bahadirlarni ilg'ab uningga hamroh qildi. Nazm Sipahi idi behisabu shumar, hamma tig'doranu xanjar guzar. Xonlik mərtəbəsini təntənə qilg'uvchi asboblar və sultonlik saltanatining dabdabasini namoyish qilg'uvchi aslahalar jumlasidan to'q, nog'ra, konay, alam və başqa zörür keraklik narsalarning hammasini tayyor qildirib berdi. Lashkarlarga ziyofat berdi və hammasini turli iltifotlar bilan aziz və muhtaram qildi. Xon jahondarlikqa asos və hukmdorlikqa sabab bo'lg'uchi vaz-nasihatlarni ravon və fasohatlik usullar bilan bayon qildi. Nazm Talab qilmag'il g'ayri nominiku ki baqi qolur dahri qonida bu. Niyet eyləsən hər necik iş əgər, rəiyyət salag'iga qılğıl nəzər. Bu sözlərini məndən işit yad qıl, bulur bəxt yarın diling şad qıl. Bu pəndi nəsihat cəvarları Rashid Sultanın quluqiga o'rinlashmaydi. Go'yoki bunu Misrada aytilganidek Misra. Rinidlərga yel irur pəndu nəsihat qılmaq. Her halda aşu pəndi nəsihat tügəgəndən keyin həmmə əmir və ləşkərlərinin yürüş qilishigə ruxsat berildi. Rashid Sultan mağar vaxtida xon Peqir Muhammad Haydarga farmon qilib, "Sen Rashid Sultanның beliga şəmşər və tərkəş bağlab itiği mindirgin. Bu uning mübarəkləş bolsun. O sana şagird bolsun. Sen onunğa ustaz bolğun" dedi. Nəzir Kimiga kim o'q atishni o'rgatdim, meni oxir nishona ayladi ul. Uningga go'zal va muloyim axloq va shiddatli urush asboblari haqida shuncha ta'lim bergan edim. Misra Durustyu narmi baham xo'p erur. Ruhni quvvatlantiruvchi mufarrihimmu dorilarning ochiqligi bilan shakarning tatliqligi aralashmasa mizojiga muvofiq kelmaydi. Әмма bu bayan qilingan ikki xil mazmundan oldingisini yaqin tuqqanlarga, keyingisini yatlarga ishlatdi. Nazm Har taraf necha subu kashf bordurur bu dayru ara. Tagdi imakem sabuyumga mening sangi jafa. Qisqasi Rashid Sultan yuqori dabdaba va haybat hashamat bilan yo'lga ravon qilindi. Xonmu Qashqargacha uzatib bordi. Nazm Ravan bo'ldi shahzodai kamkor, rafiqi bo'lib avni parvardigor. Ular Mo'g'ulistonga borgandan keyin Muhammad Qirg'iz ilgari yurdi. Qish yaqinlashganda Mo'g'uliston sahrosiga yetib bordi. Qish bo'lganda Qo'shqar hozirgi Markaziy Osiyodagi Chu daryosining bosh iqinlarining biri Muharrirdan da qishladi.